4-bob. Ulg'iyish. Qaraxoniylar xondonliqining o'qish oqartis o'lchisi Bilge Tekin kun chiqish yoqdan piyoda minib o'rda oldiga keldi. U o'rda oldining o'ttirsig'i kelib, sol yoqqa burildi va o'tkir quyoshning taftida chiqqan peshona tarlarini yog'lig'iga eritib, ozroq mangdi. Keyin kun chiqish yoqqa qarab, qad ko'tarib turgan egiz ikki pashtoqliq pishiq ishtin guldor qilib silingan yo'g'on qopqiga qarab to'xtadi. Pashtoqlar orasida ko'tarilgan qopqining peshonasida Uyg'urcha ham arabcha Xalliq Bilge yurti deb siyriq rang bilan yozilgan xushxat quyosh nurida parqarab turadi. Uning ko'ziga bu xat uzoq bo'shliqqa nurlar chashqandek ko'rinib ketdi. Ajab yaxshi, dedi u. Shu nur elni yo'rissa, ulusning ko'zini ossa ajab emas. U qopqiga zo'q bilan bir pas qarab turib kulimsirdi. U har qitim Bilge yurt qopqisi oldiga kelganda mag'rur hissiyot bilan bir qarab qo'yadi. Bugun to'xtab, aloydi sevinch bilan qaradi. U xushal holda qopqidan ichkariga kirdi. Qopqidan kirganda uning ko'z oldiga Bilge yurtining keng o'ylisi yeyildi. Yong'oq, olma, nashput, ujmi daraxtlari bilan to'lgan bu keng to'rtchasi o'ylining o'ng va so'l taraflarida uzunsig'i so'zilgan peshoyvonlik qo'jirlar ko'rinib turadi. Qopqining o'ng ham so'l yoqida qopqiga bir tutash uzunchoq panjaralik ikki uyda bolalarning chirqirashgan ovozlari butun o'ylining jimliqini buzatdi. Bolalar. Bolalarmi o'qimoqda, dedi Bilge Tekin o'z-o'ziga. Mushundoq o'qullar jiqroq echilsa. Hozir Qashqar shahrida va boshqa cho'ngroq shaharlarda bu xildagi boshlang'ich o'qullar echilgan edi. Bu o'qullar diniy o'qul bo'lib, haftiyak, Qur'onning parchalari, boshlabqi diniy bilimlar o'qiladi. Onundan boshqa darslardan gap etishga bo'lmaydi. Chunki dars beradigan kishilar noydi kam, yo'q deyarlik edi. Butun elda birdan-bir oliy o'qul mushu Xalliq Bilge yurti bo'lib, 30-35 yoshlargacha bo'lgan yoshlar o'qiydi. Diniy aqoidalar, Qur'onning ta'birini o'qigandan boshqa adabiyot, hisob, tarix va tibobatchilik darslarini o'qiladi. Bilge Tekin mevilik daraxtlar orasidagi tor yo'ldan o'tib, madras binosiga qarab mangdi va palampayndan madrasning supisiga ko'tarildi. Bu supi bilan to'rtchasi binoni oylanib chiqishga bo'ladi. Bilge Tekin odati bo'yicha madrasa binosiga zo'q bilan nazar soldi. Madrasning ostinqi yerimi egiz to'rtchasi bo'lib, to'rt bulung ustida gullik egiz pashtoqlar. Tomlarga silingan oq yeshil naqshlar kishini o'ziga jalb qiladi. To'rt pashtoq o'tirsig'a egiz ko'tirib silingan gumbazning yeshil sopaliqlari kunning nurida parqiraydi. U bezaklik cho'ng eshik oldiga kelganda madrasa ichidan qattiq ovozlar bilan varqirashlar anglandi. Eshikni echib kirsa, o'quvchilar o'ri to'pi bo'lib varqirishib
nimalarnidir talashayotgan ekan. Gohi bolalar xuddi urishdigandek takallashadi. U diqqat bilan quloq selib, cho'qonlar orasidan Bilgi Tekinning to'g'ri, Bek Bilgining to'g'ri degan ikki xil so'zlarni aran angladi. U talash tortishning ma'nosini tushundi. Bulturdan beri o'quvchilar ikki bo'lakka bo'linib ketgan. Bir bo'liki tarix o'qituvchisi Bilgi Tekinning ko'z qarashini qo'llaydi. Yana bir bo'liki islom dini dars o'qituvchisi Bek Bilgining ko'z qarashini qo'llaydi. Buningdan boshqa adabiyot darsi o'qituvchisi Ilik Hojibning ko'z qarashini yoqlig'uvchilarmi bor edi. Lekin bularning texi soni oz edi. Bilgi Tekin yeshil sirlangan cho'ng to'riklarni orlab ilgari mangdi. Uni ko'rgan o'quvchilarning cho'qqonlari shippidi to'xtadi. Bolalar o'qituvchisiga yo'l berishdi va o'ng qo'lini maydasiga qo'yib, bosh egib hurmat bildirishdi. O'qituvchi bolalar orasidan kulimsirab qarab o'tib, udul tom oldidagi taxt supiga chiqib, paz chosi shiraning u yoqida bolalarga qarab o'ltirdi. To'riklarni oralab silingan gilamlar ustida 200 ga yaqin o'quvchi oldida kichik paz chosi shira. Uning ustiga kitob, daftarlar va duvat, qo'mish qalam qo'yilgan o'rinlarga o'ltirishdi. Ular un chiqarmay o'qituvchisiga tikilib o'ltirishadi. Bilgi Tekin tortinib o'ltirgan bolalarga diqqat bilan bir qarab chiqdi. Uning kalti yutili madrasa ichidagi jimjitlikni buzdi. U sallisini shiraning bir chetiga elib qo'ydi. Ko'la ichiga kiygan cheti gullik oq to'ppisini besib, uzun chor soqolini barmoqlari bilan tarab qo'ydi. U bolalarni g'amxo'rlik bilan so'yatdi. Bolalarmi bu oq ko'ngil, bilarman ustozini yaxshi ko'ratdi va hurmat qiladi. Xo'sh, bolalar, dedi o'qituvchi yo'g'on salmoq ovozi bilan. Ajab, shuk bo'lib ketdinglar-ku. Nima to'g'rida talashdinglar? Bolalar shuk. Goyilari beshini ichiga tiqib olgan. Goyilari bir-biriga imo ishorat bilan gap qil deydi. Lekin hech qaysi boshlab gap qilishga betin olmaydi. Sallilik beshini o'ynatib, uzun shalong oq soqollarini gildinglatib, qeyri Bek Bilga kirib keldi. U kichik qadam bilan dikildab, tomchiqini so'zib, ko'zini qisib, ikki yoqqa qarab tozim qilib turgan bolalar orasidan o'tib, supiga chiqdi va Bilgi Tekin bilan so'g'oqli omonlashib qo'yib, bolalarga olaydi. Men sizlarga takrorlayman. Assalomu alaykum danglar. Assalomu alaykum, dedi bolalar qo'shma ovozlari bilan. Balli. Mana endi ras musulmon bolalarga o'xshidinglar. Bolalar o'ltirishdi. Bek Bilgimi turgan o'rnida bir oylinib, boshqa bir past shira oldiga o'ltirdi. Bolalar, qani boshlayli, dedi Bilgi Tekin. Odatimiz bo'yicha bugun, ya'ni payshanba muzokara kuni. Nimadan boshlaymiz? Menimcha, bayotdan sizlar talashgan masalalardan boshlaydi. Qani, kim so'zlaydi? Men başlay. dedi o'diqib o'tirdiroq o'ltirgan. Chakman yaktakning ustidan balbog' bog'lagan, burdi hamda xat tortgan bir bola o'rnidan qopib. Yanıla o'tgan qitimqi gaplar.
Ey, zаңlı qılmısаңlaçı? dedi u kulgan bolalarga. Shundaq. Biri Allah'ın kudreti, yana biri igidorchilik masalasi. Bilge Tekin o'quvchining so'ziga quloq solg'ach, eshikni asta ichib, putining uchida dassab kelayotgan ilik hojibga qarab turdi. Qalin qora soqol burutliq. 30 yoshdan oshgan bu qovul yigit asta kelib, orqa tarafdagi bolalarning orasidagi bir bo'sh o'ringa o'ltirdi. Yollardagi o'quvchilar qo'zg'algan edi, ularning tizlarini besib qo'ydi. Bilge Tekin yeniga sharat qilishga qo'lini ko'targan edi, u ikki qo'li bilan jim degan ma'noda sharat qildi. Yana shu gaplarda, dedi Bilge Tekin o'ri turgan o'quvchiga qarab. Bo'ladi, davomli muzokara qilaylik. Qani, kim so'zlaydi? Allah'ın taqdiri to'g'risida muzokara qilishning o'zi Allah'a qarshilik, dedi Bilge va ikki yoqaga qarab qo'zg'ilib qo'ydi. U tomchiqini so'zib, og'zini o'mallaydi. Soqili titraydi. Biz Allohga qarshi emasmiz. Lekin hamma ish Allohning taqdirsiz bo'lmaydi degan so'z to'g'ri emas deymiz, dedi yana bir bola o'rnidan turib. U qaynab so'zini davom qildi. Agar hamma ish Allohning taqdirsiz bo'lmaydigan bo'lsa, mening so'z qilishim, mening mengishim shundaqmi? Albatta shundaq, dedi Bilge qaynab. ikki dolangda farishta bor. Sening qilmoqchi bo'lgan ishingni ular sening yodingga soladi. Sen qilasan. Sen hozir so'zlashdan burun Alloh o'z qudrati bilan buyruq qilgan. Farishtalar sening esingga soladi. Sen so'zlaysan. Kapırladımı perişti bulandı? deb so'radi yana bir o'quvchi. Bo'lmaydi. Chunki u kofirda. Javob berdi Bilge Bey. Undaq bolsa, kapırlar qandaq harakat qildi? Sen Allah'a shak keltirding, dedi Bilge titrab. O'quvchilar kulishib ketdi. U yana imondan ozding, deb qo'yib, bir cho'rgilab o'rnida o'ltirdi. O'quvchilar yana kulishdi. Allohga shak keltirganlarga bizning bilgi yurtimizda o'rin yo'q. To'g'ri deydi. Masalani tushunish uchun negizidan muhokama qilish lozim. Bundaq deyish Allohga shak keltirish bo'lmaydi. Alloh hamma odamga, har bir odamning har bir ishiga o'z taqdiri bilan buyruq berib turadigan bo'lsa, dedi orqadiroq chatrak o'ltirgan yeshi cho'ngroq bir o'quvchi salmoq bilan. bir Allohning tuman ming ishtaga qandoqmi cho'lis tegsin? Hamma kishining ko'nglida Alloh bor, deb varqirdi heliqi oq semiz o'quvchi. Alloh bir emasmi do'stim? dedi avu o'quvchi kinoyi bilan. La ilaha illallahni unutib qoldingizmi? Bolalar varqirab kulishdi. Semiz bola atrofiga qarab qo'yib, ochiqi bilan do'msib o'ltirdi. hamma ish, borliqning hammasi Allohning qudrati bilan bo'ladi, dedi Bilge unini egiz chiqarib. Dunyonimi, biznimi, senimi Alloh yaratgan. Alloh bor desa, bor bo'lasan. Yo'q desa, yo'q bo'lasan. Bundoq deyish, janobi Bilge, dedi salmoq bilan Bilge Tekin. Dunyoning amaliyatiga to'g'ri kelmaydi. Dunyo azaldan mavjud. U o'z oldiga taraqqiy qilib boradi. Biz hamdilatin
islomning dunyoni bilish qarashlarini o'zlashtiryapmiz. Texi bir necha yillar ilgari biz butga cho'qinatdik. Butning loydin yasaladiganligini, yasalgandimi o'z qo'limiz bilan yasaladiganligini bilib turib cho'qinatdik. Ammo negizdan olganda bizning cho'qinig'imiz loy but emas, balki Buddaning dunyo haqidagi, hayot haqidagi qonuniyatlari edi. Kishilik dunyosining taraqqiyotini hamma ta'limot, hamma dillar nuqullar Alloh yaratgan deb tushundirmaydi. Aytilishda shundoq bo'lg'ini bilanmi, uni tushuntirishda ayrimlik farqlari bor. Bizning xalqimiz 1000 yildan ortiqroq vaqt Budda diniga e'tiqod qilgan. Islom dini hammaylanga, hatto olimlarimizga texi yangi din. Talash tortishlarning bo'lishi aqliga muvofiq. Hamma fikrlarni Allohni shepi keltirib turib, chatga qiqiverish ilm odamining ishi emas. Xo'sh, dunyo islom dini kelishdan ilgari, hatto Budda dini o'tirg'i chiqishdan ilgari borliqi rostmi, yolg'onmi? U qandoq taraqqiy qilib kelgan? O'z qonuniyati bilan, dedi ilik hojib Begbilga totirib tirniqini tatilayotganda o'rnidan qopib. Bolalar hayron bo'lib uningga qarashdi. Hojib oldi tarafga mong'och so'zini davom qildirdi. Dunyo mavjud narsa. Uni sen bor desang bor bo'lib, yo'q desang yo'q bo'lib ketmaydi. U supi oldiga kelib bolalarga buraldi. U o'z qonuniyati bilan taraqqiy qiladi. Yana dunyodagi narsalar o'z oldiga yak tura olmaydi. U bir-biri bilan yordamlashib o'sib boradi. To'g'riroqi, bir-biri bilan chelishib o'sib boradi, deb qo'shib qo'ydi Bilga Tekin. Bu iliqi Abu Nasr Farabining gaplari, dedi chichonshib Begbilga. Farabi dinsiz, dahri. O koni yunonliq, aqldan ozgan Aristotning murti. Bizda janobiy Begbilga, dedi ilik hojib yong'i o'tib. Ashu yunonliq Aristoteldek aqldan ozgan odamlar chiqsa yaxshi bo'ladi. Abu Nazr Muhammad Farabi uningga murt bo'lib, bak to'g'ri qilgan. Shunlashqa u ulug' odam bo'lgan. Mana siz og'zingizdan tushirmaydigan Bag'dodda Muhammad Farabining ta'limotlarini eng cho'ng madrasalarda o'qiyotganligini bilamsiz. Farabiga murt bo'lish bak yaxshi ish emasmi? Bolalar orasida hayajonlanish va xushallik kayfiyati ko'rildi. Ba'zilarining chiroyidan xafalik chiqib turadi. Bu Allohga qarshilik, dedi Begbilga. Kashi bilan shirani urib chechilib. Uftur kelgan odamlarning palpat gap so'zlarini ta'limot deb muhokim bahonasi bilan dahriylik urq chechish, muqaddas dinimizga qarshilik qilganlik bo'ladi. Bu nihoyat dahshatlik. Bizning islom davlatimizda buningga yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Bizga hozir muhokim emas, qattiq qo'llik kerak. Uning sallisi cho'vilib bo'yniga tushib qoldi. Soqollari texmi titrab ketdi. Men bundaq muhokima, tadqiqot deb muqaddas aqidamizga qilingan haqoratlarga chidab tura olmayman. U oldirab kashini kiyib, sallisini qo'ltiqlab, shapashlab tashqariga mangdi. Bir-birlik toliblar rohatlanib kulishdi. "Bizmi ketimiz?" dedi semiz bola. "Yuringlar!" 3-4 bola uning kaynidan mangdi. Ba'zilari boshqalarga qarab turib qoldi.
xafa bo'lish yaxshi ish emas, dedi Bilgi Tekin kulkilarini besib. Bizcha talashish deymiz. Arabcha buni munozara deydi. Bu o'xshamagan qarashlarni o'ttirg'a qo'yib, o'zaro almashtirish degan so'z. Men janobi bek Bilgi aytgandek, dinga qarish turg'unim yo'q, dedi ilik tushuntirib. Men texi Allohga shak keltirish darajasiga yetkinim yo'q. Men dunyoga nadin kelgan, bu dunyodagi barliq narsalar qandoq bor bo'lib tura oladi degan masalalar to'g'risida o'z qarashimni aytdim. Yunonlik Aristotel buningdan 1200 yil ilgari o'tgan odam. U shu vaqtlarda amaliyotga uyg'un yangi qarashlarni aytib ekan. Biz nemishqa o'ylay olmaymiz? O'zimizdan chiqqan Farabi ulug' odam. U jahil arab, Paris falsafasiga mutavritish xarakterlik ta'sir ko'rsatgan. Uning ishlari bizga yaxshi ulgu emasmi? Toliblar hayajon bilan ilik hojibning so'zini angladi. Bizga dunyo to'g'risidagi yangi qarashlar jiqroq so'zlab berilgan, dedi heliqi burutliq bola o'rnidan turib. Bo'ladi. Buning uchun janobi ilikni jiqroq avor qilishimizga to'g'ri keladi. Bilgi Tekin savol qiyofati bilan hojibga qarab qo'ydi. Hojib beshini egib rozi bo'lganligini bildirdi. Bolalar, sizlar yana nimani talashgan edinglar? Quldorlik yaxshimi, zimindorlikmi degan talash, dedi burutliq bola. Ba'zilar quldorlik yaxshikan, qullar tinch ishlaydi. Endi tarixchilar chatoqchi bo'lib ketdi. Gapga kirmaydi deydi. Gayla put qo'llarini zanjir bilan bog'lab ishlatsang, qandoq gap qiladi? Texnik kishilarni xohlagancha urib o'ltirsa, bozorga ilib berib sotsa, uvol emasmi? Yana zimindorlik yaxshikan deydi. Yana gayla tarixchilarning qo'shtin chiqarib so'ramga silishi degan rost. Hozirmi erkin emas deydi. Siz qaysini to'g'ri deysiz? Men u gadinni qoshlab o'ng'aysizlangandek qildi. Men oxirgi qarash o'rinliqmikin deyman. Mekin demay, o'rinliq davering, dedi ilik hojib. Qo'shtin chiqarib so'ramga silish. Namratlarning bu so'zi bak to'g'ri aytilgan. Yana nuqtani ilib yugan silish degan so'zni qo'shib qo'yish kerak. Hamma zimin yana xo'jayinning ilkida. Namratlar boy bo'lish uchun tunak azobida ishlaydi. Nuqtimi yo'q, yuganmi yo'q bir zaman bo'lsa, Namratlar o'z ziminida o'zi uchun ishlasa, moshundoq erkin zaman bo'lsa, ajab yaxshi bo'ladi. Sizcha u erkin zamonning nomini nima desak bo'lar? So'radi Bilgi Tekin. U erkin zamonning nomi nima? Men texi javob bera olmayman. Izdinish kerak. Bolalar yana savollarni qo'ydi. Jiddiy muzokara bo'ldi. Janobi hojib, yaxshi so'zlarni qildi toliblar, dedi Bilgi Tekin oxirida. Allohga shak keltirmaslik, dunyoni to'g'ri tonish, ko'pchilikka erkin zamonni orzu qilish, izdinish to'g'risida rag'bat berish. Bular yaxshi fikrlar. Hojibning qarashlari o'rinsiz emas. Izdinish kerak. O'qish, bilim ilish, izdinish, uchirgan masalalarni hal qilish degan so'z. Izdinish kerak. Izdinish uchun mo'l, cho'nqur bilik kerak.
Hop, taliplar. Bugun mo'shunchilik so'zlasak qandaq? Bilge Tekin ilik hojib bilan o'rnidan turdi. Bolalar qo'pib, hurmat bilan ikki ustozini uzatdi. Barliq o'lchilar, ordu amaldorlari navbatdagi ordu kengashmasiga yig'ilib bo'lgan. So'latdik taxt saroy odam yo'qdek jimjit edi. Aralab og'zini qo'li bilan besib qisqa yo'talgan ovozlar anglanib qoladi. Taxt saroyning cho'ng mehmon saroyiga qaragan ishki tashqiriga ovozsiz osta kang echildi. Kishilar ishki yoqqa bo'ylarini so'zishdi. Xaqanimiz ulug' Bug'roxon Oydin xonish bilan taxt saroyiga kirdi. Ishq og'isining bu tantanlik ovozi saroyni jaranglatib o'tdi. Odamlar ishki yoqqa to'g'rilandi. Sutuq Bug'roxon bilan Oydin xonish, xon va xonish kiyimlarida salmoqliq mengib kirdi. Ularning nomi, kiyimlari surlik. Ammo kishilarga qarab kulimsirab turgan siyoqlaridan sur emas, balki yiqimliqlik bilinib turadi. Ularning orqasida o'tirda yo'g'irish Botir tog'a. Ishki yanida Yobg'u Bilge Tekin, To'ksin Arslan bilan ilik hojib belli keladi. Xon bilan xonish gullik uzun gilam ustida ikki yoqda qatordashib, ikki qo'lini maydisiga qo'yib tozim qilib turgan kishilar orasidan o'tib, supi ustiga ko'tarildi. Taxt oldiga borganda orqalariga buraldi. O'ltirili janoblar, dedi Sutuq. U ovozini yavash chiqarmoq bo'lgan bo'lsa-mu, lekin buyruq ovoziga o'xshab ketdi. Xon va xonish o'ltirgandan keyin boshqalarmi o'z reti bo'yicha o'ltirishdi. Taxt supisining ikki chetidan boshlanib, to'rdan to'shikka so'zilgan ikki qatorda o'ng yoqda yo'g'irish Botir tog'a, To'ksin Arslan, Yobg'u Bilge Tekin va boshqalar. Sol yoqda Tekin og'ichi, Bag Bilge, Bo'ribag va boshqalar tizilib o'ltirishadi. Sutuq Bug'roxon tamkin, salmoq ovoz bilan so'z boshladi. Alloh taolo shundoq bir xislatlik dunyoni yaratganki, uningda har xil tilda so'zlashadigan, har xil dinga ishonadigan, har xil ovqat bilan shug'ullanadigan odamlar yashamoqda. Bizmo shu qatorda. Boshqalar bizga yot. Biz boshqalarga yot. Biroq bizning deydig'inimiz bizga do'st bo'lg'uchilarga biz do'st. Bizga yog'i bo'lg'uchilarga bizmi yog'i. Sutuq Bug'roxonning oxirgi so'zi shundoq astoydil vazmin anglandiki, so'rindikilar ixtiyorsiz qoyil bo'ldi. Sutuq Bug'roxon so'zini to'xtatib, ko'pchilikka bir sapsilib chiqqandan keyin Bilge Tekinni qo'l ishorati bilan ko'rsatib, Janobi Bilge Tekin, bizga atrofimizdagi dunyoni tonishtirib bersin, dedi. Bilge Tekin o'rnidan turib, avval Sutuqqa, ondan ko'pchilikka tozim qilib bo'lib so'z boshladi. Bizning sharqimizda qeyrindosh Qo'ju xondonligi bor. Ularning nerisida bizning sharqimizda Tövbetlar, Seriq Uyg'urlar, Tang'utlar bor. Ularning nerisida Selinga daryosi deb atiladigan bir cho'ng daryo bor. Daryoni posil qilgan holda shimolda kidollar qurgan Qaraqtoy xonligi bor. Janubda bo'lsa Ishkiri, Chin, ya'ni
so'ng xonligi bor. Bizning shimolimizdagi Qo'chu elining shimolida Naymon, Keray uluslari bor. Bizning g'arbimizda Samoniylar xonadonligi bor. Ularning g'arbida Xorazm, G'azna ham Abbosiylar xonadonligi bor. Töbötlar, Seriq Uyg'urlar, Tang'utlar, Kidallar, ichkiri chilliqlar Budda diniga ishinidu. Bizning qarindishimiz Qo'chu davlatidagi odamlarmi shu dinga ishinidu. Naymon va Keraylar Shamon diniga ishonguchilar. Bizning g'arbimizdagilarning hammasi musulmonlar. Belgi tekin so'zini to'xtatib, Sutuqqa yenikkina ta'zim qilib, so'zining tugaganligini bildirdi. Atrofimizga Allah, uluslar bilan keldi bordimiz yaxshi, dedi Sutuq. Cho'l jazira, tog' davollar bizning ular bilan berish-kelish qilishimizga bu chaqchi to'sqin bo'lolmadi. Bizni beoram qilayotgani bizning musulmon qarindishimiz Samoniylar. Sutuq bir oz o'ylanib, to'xtab qilib, Arslanga ishorat qildi. To'ksin Arslanbek, elning ichki ahvollari to'g'risida sizlarga so'zlab bersin, dedi. Arslan ko'k yerdagi buddachilarning to'poloni. G'arbdagi Bag'dod xalifi vakili deb kelgan odamlarning chotiq silayotganligi. Samoniylar davlatining besib kelish qarisi. Chegaradagi to'qinishlar. U yoqdagi xalqning qiyin ahvollari to'g'risida so'zlab berdi. Elning ichki tashqi ishini cho'nqirroq o'ylashga to'g'ri keldi, dedi xon va o'ltirganlarga bir nazar solgandan keyin davom qildi. Davlat birligini kuchaytmak, el paravalligini oshirmoq, tashqi yig'iga tayyor turmoq, beliklikni oshirmoq bizning uzoq ishimiz. Bizning ish boshlig'imizga 15 yil bo'ldi. Elimizning ishlarida yuqorqidek putuq oz emas. Lekin yani yetersizliklarmi oz emas. El turmushida qiyinchiliklar bor. Qo'ldarlik to'salg'ini bilan zimindarlik kuchaydi. Boshqa yangi ishlarmi tug'ilmoqda. Xazinimiz xeyli quruq. Bizning elimizga chigirdosh ellar bilan do'stlik aloq kuchaytildi. Lekin Samoniylar davlati yog'iylik qilmoqda. Cherik kuchini ulg'aytish kerak. Kishilarimiz biliksiz hayot kechirmoqda. Bir necha o'qol, bilik yurtining bo'lishi bak yetarsiz. Ulug' xalqimizning barcha ilik hollari, xolla, oymoqlar bir tandak uyumoq kerak. Xalqimizning elchilari ilik xollaga berib keldi. Qo'chu xalqiga Arslanbek berib qaytdi. Ediqot biz bilan hamkorlikda billa o'tishga, o'zaro nizo, adovat qilishmaslikka so'z berdi. Buningdan boshqa Yetsu xalqining ilik xoni Arslan ilik, yana ili baliqmi bu yil yoz oxirida ilik xalla qurultiy o'tkazmak qaytildi. Bu yil 9-oy bizning ulug' xalqimiz qurilgan Maram kuni. Qurultayni shu Maram kunlarda o'tkazsak deymiz. Xon boshqalarning fikr berishlariga yo'l berib, so'zini to'xtatib, o'ltirganlarga bir nazar selib chiqdi. Taxt saroyda jimjitlik hukm surdi. Ulug' Bug'raxonning so'zlari adgu, dedi Yo'g'rish Botir tog'a va uzun soqollarini silab qo'yib
so'zini davom qildi. Birlik bo'lmasa, kuch bo'lmas. Qadash, ilik xollar elning birligini ulg'aytmoqni istaydi. Qurultoy chaqirmoq kerak. Elning birligida gap yo'q emas, dedi Bilge Tekin. Qaysidinga topinmoq kerak? İli baliq, qo'chu, mochin yoqlarda Buddaga topinadi. Islom dini shamili yetib borgan budun orasida islom diniga topinmasang boshing ketar emish degan qo'rqinchlar bor ishga. Qo'rqsin, dedi diniy ishlar o'lchisi Bilge qo'pib va soqolini gildinglatib titrab so'zini davom qildi. islom dinimiz davlat dini. Boshqalarning uni qabul qilishi shart. Yaxshilikchi qabul qilmasa, kuch ishlatimiz. Diniy peshvoyimiz Ulug' Bug'roxon albatta shundoq farmon berdi. Janobi Bilge, so'zingizni tushunib so'zlayapsiz, dedi xon uning so'zini bo'lib. Men qandoq diniy peshvo bo'lay? Xato so'zladimmi deyman. To'g'ri. Muhammad eng oxirgi payg'ambar degan bayot. Undaqda bizning Ulug' Bug'roxon islom dinimizning bosh panohi. Bug'roxonning ko'ziga qarab so'zini yo'tkidi Bilge. Shundoq. Qilich kuchi bo'lmasa, kofirlarni islom dinimizga tobindirmoq qiyin. Bizning qo'limizdagi qilichni budunni qirmoqqa ishlatishga bo'lmaydi, dedi Bilge Tekin norozi bo'lib. Uni yog'iga ishlatma kerak. Islom dinini o'git qilmoq kerak. Dinga tobinmoqqa kuch ishlatgani bo'lmaydi. Botir tog'a beshini langshitib qo'shiladiganligini bildirdi. Uning siyoqidan Bilge Tekinning so'ziga qoyil bo'lganligi bilinib turadi. Ulug' dinimiz islomni hamma kuchimizni sarf etib qo'g'dimoq kerak, dedi Bilge terikib. Bizning madraslarimizda dahriylik o'git qilinmoqda. Aristotelda kofirlar, Farabiydak dahriylarning joylashlari o'git qilinmoqda. Bizning madrasalarimiz islom dinimizning beliklarini o'rgatmoq kerak edi. Tarix, til, falsafa, yana nimanidir talablarimizga singdiryapmiz. Bo'lmag'or gap, dedi ilik hojib salmoq yo'g'on ovoz bilan. Din bir xil bilik. Siz qarshi bo'lgan tarix, til, tibobat, hatto ilmiy mantiq o'rgatilmasa, bizning bilik yurtimizning masjiddan ayrimiz bo'lmay qolar. Ulusni bilikli qilmoq, elning bilik darajasini oshirmoq bizning burchimiz, xonadonligimizning burchi. Bu burch ado qilinmasa, bizning davlat tutqanligimizning ma'nosi yo'q. Balkim berib davlatimizning yo'qolishi turg'anli gap. Qut belgisi bilik deydi bodun. Ilik bir oz o'ylab so'zini davom qildirdi. Ba'zi kishilar dinni og'zidan tushirmaydi. Biroq budun paravallik bilan kori yo'q. Quldorlarning o'rnini olgan zimindorlar ko'pchilik tarixchilarni burunqiga o'xshash qiynamoqda. Ba'zilar ilgari quldorlarni qandoq ching turib yoqilgan bo'lsa, hozirmi eng ashaddiy azgichi zimindorlarni, puldor boylarni shundoq yoqilmoqda. Yana ko'plab din peshvolari, qozi alamlar, xatib imomlar namratlarning shillisiga minib, din qanchisi bilan urib, zimindorlarga, boylarga yordam qilmoqda. Budunning zarg'imi quloq solmoq kerak-da. Xon bir oz o'ng'aysizlangandek bo'ldi-mu, qandoq o'rnidan qo'zg'ilib qo'ydi.
Botir tog'a kalti yutilib soqilini silab qo'ydi. Bundaq so'rinda o'ylab gap qilmoq kerak ilik ajib. Dedi Bo'ribek norozilik bildirib. Gapingiz davlatimizga, davlat ishlariga qartilmoqda. Ilik hojib to'g'ri gap qildi. Dedi Xonish Oydin. Bizning davlatimiz Bodonning davlati bo'lmoq kerak. Bodonning zarig'i quloq salmoq boshlab sizning ishingiz janobi Bo'ribek. Sizning sog'liqlaringiz puli barlardan yondab o'tib ketib, namratlarga yepishmoqda. Ular berib o'tib, quruqtilib bo'lganda nimasini beradi? Kishilar aytgandek, olimchi arslan, birimchi sochqan bo'lib qolmamdi. Xon oxirgi so'zni anglab kulimsirdi. Boshqalarmi kulimsirishib, chiroylaridagi jiddiylik o'zgargandek bo'ldi. Shundoq, to'g'ri gap. Dedi Xon. Cho'ng olimchi man. Olimchilar kimdan qanchalik olmoqni bilmiki kerak edi. Xazinador Tekin og'chi, yana bir cho'ng olimchi. Bosh xazinachi-da. Xon uningga sinash nazari bilan qarab qo'ydi. U o'ng'aysizlandi. Boshqalarmi uningga qarshi oldi. Mundaq ketaversa, mushki o'yin chashqonga qiyin bo'lib qolmaga yana. Tekin og'chi, ilik hojib va Bo'ribek bilan billa yosoq olim to'g'risida yangi bir belgilama betib chiqqay. Buning bilan Xon bayotinqa talashni tugatganligini bildirdi. Toshqi allar bilan do'stlikda o'tmoqdamiz, dedi chirik ishlar o'lchisi Arslanbek. Biroq Somoniylar ko'npetishdan bizga o'chlik qilmoqda. Chegrimizga pot-pot besib kirib, qurolsiz kishilarimizni o'ldirib, talon-taroj qilmoqda. Al xatarga duch kelmoqda. Sagak bo'lmasak bo'lmaydi. Shundoq, sagak bo'lish kerak, dedi Bilgi Tekin qo'shilib. Yog'iylikni qilur. Alning omonligi uchun jon tikib kelishmoq kerak. Somoniylar ikki daryo orasini, Samarqandni, Shosh, Farg'ona tuzligini besib elib, o yoqlardagi bizning ulus qadoshlarimizni azmoqda, talamoqda. Uning bilan to'xtamasdan ular ishkirlab ko'rib, bizni yutmoqni o'ylamoqda. Biz xonadonligimizni qo'g'dab qilishdan boshqa kun petishdiki, qadosh ulusimizning zorig'imi quloq solmoqimiz kerak. Ortiq o'ylab ketdingiz, janobi To'ksin, dedi Tekin og'chi norozilik bildirib. Biz boshqalar uchun o'zimizni yem qilmaymiz. O'z yerimizni saqlab qolsak bo'g'ini. Bu to'g'ri gap, dedi Bo'ribek. Undan keyin Somoniylarning kuchini to'van chog'lamaslik lozim. O't bilan o'ynashqanning qo'li ko'yar degan so'z bor Bodonda. Yotgan yilonga tegsak bo'lmas, dedi soqilni gildinglatib Bakbilga darhol. Somoniylar islom dinimizni qo'g'dash uchun Alloh taolo yo'lida chelishmoqda. Bag'dod xalifam ularga shafqat qilmoqda. Ularga tegishmak gunohkor bo'lmoq demakdir. Ular Bag'dod xalifam nomidan hamma yerda qon to'ksa maylimi? Dedi Boris Bey. Qon to'kish, kishilarni bo'zaq qilish, yurtni xarob qilish yo'lliq bo'lib, uningga qarshi turish yo'lsizlik ishganda. O'z elining yog'isini qo'llash paskashlik, dedi Xonish Oydin g'azablanib. Yog'i qilijini bo'yningga terab tursa, sen uningga bosh egib tursan. Yo'q, janobi o'lchilar. Bunda qilmoq o'z eliga gunoh qilmoq degan so'z. Undaqda bizning xonadonligimiz, davlatimiz nimaga kerak? Biz yog'ining alni talab, ulusini qirib, qon oqizishlarni tomosha qilib o'tira olmaymiz. Xon uningga zo'q bilan qarab qo'ydi. Xonish borg'on siri g'azab bilan so'zini davom qildi. Yo'q, hargiz unda qilishga bo'lmaydi. Biz alni
oğlusuna can tikip qoğduğuculardan bolmağımız gerek. Kechirgaylar ulug' xonish, dedi Begbilge o'rnidan qopib. man hargiz undaq demoqchi emasman. Sizlar shundoq demoqchi, janobiy Begbilge, dedi xon salmoqliq bilan kinoylik ohangda. bu elga osiylik qilg'uchilarga yo'l qo'yg'ili bo'lmaydi. Bizning ichimizda mundaq kishilar bilan birlashib, yoshirin qasd qilg'uchilar yo'q emas. Davlat qarg'uchisining o'rinbosar boshlig'i shuning birisi emasmi? Chet ayg'oqchining bizning ichimizda 15 yildan ortiq yoshinib yuralishi bizga bir munch sirni oydinlashtirib berdi. Boshqalar yer ostidan o'lchilarga qarab qo'yishdi. Ular o'ng'aysizlanib, qayerga qarashlarini bilolmay qilishdi. Xon ularga ko'z qirida qarab qo'yib, so'zini davom qildirdi. O't bilan o'ynashmaslik, yotgan yilonga tegmaslik deb do'q qilishlar bizni hech nimadan qo'rqitolmaydi. O't sening o'yinga tutashmoq bo'lganda, qo'lingning ko'yginiga qaramay, uning bilan o'ynashmoq kerak. Bo'lmasa, o'yin kuyib kul bo'ladi. Senmi xarob bo'lasan? Yotgan yilonga tegmay, uni o'ltirmay bo'lmaydi. Uningda zahar bor. Biz zaharni yo'qotmoqimiz, o'tni o'chirmoqimiz kerak. Xonning shoyi salli besib turgan qo'shimisi borgan siri turildi. Kalta qora soqli bilinar-bilinmas titredi. U yerga qarab, ozroq to'xtab oldi. Din to'g'riliq gap so'zlar bo'ldi. Biz islom dinini qabul qilgan va uni keng taratmoqqa tirishimiz. Islom dini bizning davlat dinimiz. Buningda egishmaymiz. Biroq boshqa dindikilarni islom diniga kirgizishda odam o'ltirish chorasini qo'llanishga bo'lmaydi. O'tgan bir mezgilda go'y joylarda bunday ishlarmi bo'ldi. O ishlarning oqibati buningdan keyin unda qilganda obdan unum bermaydiganligini isbotladi. Shunga har qancha zo'rlagandimi qon oqqizmaslik kerak. Qozi alam xalpat imomlarning islom dinini boy bo'lib olishning tayyor topliqning bahonasi qilib olib, boylar bilan birlashib kishilarni talashtirg'i bo'lmaydi. Bag'dod xalpisi, islom shayxi degan kishilarni men ko'rganim yo'q. Agar ular bayotning farzi, Muhammad payg'ambarning sunnatiga qaychi ish qildisa, biz uningga qo'shilmaymiz. Diniy madrasalarni etish kerak. Lekin bu madrasalarda boshqa biliklarni o'qitish, elni o'yg'atmoq va oqartmoq kerak. Olvon yasoq olmay bo'lmaydi. Biroq olimchi Arslan, birimchi sochqon bo'lmaslik kerak. Namratlar sochqon bo'lib qolmasin. Olvon yasoq kelishgan o'lcham bo'yicha bo'lsin. Kim qanchalik berish tegishlik bo'lsa, shunchalik berslar, hech kim sochqon bo'lib qolmaydi. Bo'ri, yana bo'ri pitib turaverdi. Biz tashqi yig'iga qarshi tayyorlik qilishimiz uchun xazinani kuchaytirishga to'g'ri keladi. Al ichida va sirtida ilm setimni ulg'aytish kerak. Kun bitish va kun chiqish taraflariga Allah bilan ko'proq ilm setim qilmoq kerak. Xon ozroq to'xtab, ko'tarangi ovoz bilan davom qildi. Chet Allah bilan do'stlikni kuchaytirish kerak. Bizning deydig'imiz elning omonligi va tinchligi uchun bizga do'st bo'g'chilarga biz do'st, bizga yog'i bo'g'chilarga bizmi yog'i. Bugungi kengashimiz tugidi. Xonish o'rnidan turgandan keyin boshqalarni o'rinlaridan turib hurmat bildirishdi. Sutqubog'raxon mehmonxonasida ilik hojib va Borisbek bilan so'zlashib o'ltirardi. Erkin tashqaridan kirib, "Ular kelishdi" deb ma'lum qildi. "Kirsin" dedi xon. Eshikning ikki qanoti keng echildi. Ikki xanzu amaldor kirib keldi.
Bu kishi Chin xaqonining elimizda turishga tayinlangan savdo vakili. Tanishtirdi Borisbek uzun chosaqal, egiz bo'yliq bir amaldorni ko'rsatib. U so'ng xalqining amaldorlaridek uzun yoqsiz tovar to'n kiygan edi. Beshida ikki tarafida lingshib turadigan amaldorlik qalpiqi bor edi. U avval yumshoq gilamga tizlanib o'zini ma'lum qildi va kang yengining o'ng tarafidan so'ng xaqonining mansabga tayinlanganlik tasdiqini chiqardi. O'rnidan turishga ijozat berilgandan keyin o'rnidan turib, qadimini ildomlatib, uyning o'ttirisida o'ri turgan Sutuq Bug'raxonga yana ta'zim qildi. Ulug' So'ng xondanligining vakilini qarshi olamiz, dedi xon vakilning ta'zimini ilik olgandan keyin loyiqida hurmat bildirib. Qaraxoniylar davlatining xaqoni Ulug' Bug'raxonning bizni qabul qilgani uchun pek xo'shal biz, dedi vakil ishkilinib. Keyin orqasidagi o'ziga o'xshash kiyim kiygan, ta'zim qilib turgan 30 yoshlardagi bir kishini tanishtirdi. Bu kishi bizning davlatimizning Kunpetish tarafdagi allari bilan savdo ishlarini boshqaruvchi, Qashqarda turishliq vakolatxonasining boshlig'i. U egilib xonga hurmat bildirdi. Xon hojib bilan o'rda og'asini va Chin davlatiga boradigan elchi Erkin Begni tanishtirib bo'lib, ularni o'ltirishga taklif qildi. vakil janoblari, bizning tilimizni bildikan, ha? dedi xon kulib. Ozmoz yomidayman, dedi vakil xush bo'lib. Beshbaliqda 10 yildan ortiq turgan edim. Qaytqili 3 yil bo'lgan. Yana sizning davlatingizga kelishga buyruq olganda bak xushal bo'ldim. Yo'lga chiqish oldida So'ng xondanligining ulug' xoni Bug'raxon oliylariga salom aytishimni topshirgan edi. Bu salomni yetkazganligim uchun bak xushalman. Rahmat. Mo'rit kelganda qaqonga bizdan salom aytqaysiz. Albatta, salomlarni yetkazaman. Sutuq Bug'raxon vakillar bilan suhbatlashdi. Elning ichki ahvoli, tashqi siyosatlarni tunishtirdi. Samoniylarning dushmanlik g'arazlari to'g'risida qistirib o'tdi. Vakil ikki davlatning oraliqi yiroq bo'lsa-mu, do'stlik aloqani kuchaytirishga bo'ladiganligini, G'arbiy Shoh xoni So'ng bilan birlashganligini, hamda o'zilib qolgan burunqi aloqani asliga keltirish oson bo'lganligini so'zladi. Shuningdan keyin yana o'zaro savdoni kuchaytirish to'g'risida so'zlar bo'ldi. Kechib qurtulaman dedim-ku pastidek. Qo'limga tushdingmi? Ayollarmi? Yana kelib Rasulullohning xotini bo'lgan ayolmi taloni tarik qilmagan. U qatnashgan urushlarmi shu bir qitim emas. Itingiz yo'q ekanda, Ishborgul deb ot qo'ysa qandoq? Voy, ajab yaxshi ot bo'ldi bu.